Assalomu alaykum, kanalimiz obunachilari, sog'lommisizlar? Do'stlar, bugun sizlarning e'tiborlaringizga Xanqa Medirda joylashgan 2 xonali kvartira bor. Sotiladigan gazi, sveti, vodoprovod hamma narsasi ajoyib. Medirda toza solingan domlarni, namunal joylarni, 5 etaj domlarni bilasizlar. Bog'cha, maktab hamma narsa o'zida joylashgan bu yerni. Birinchilardan bo'lib Kamolatchilar domi desangiz biladilar, ko'pchilik Kamolatchilar domi joylashgan. Kamolatchilar domining birinchi domida joylashgan 2 xonali kvartira do'stlar. O'zi 2 etajli dom bor. Shuni ikkinchi etajida joylashgan. Hozir shodan girib tanishtirib chiqaman sizlarni. Bu yerda do'stlar ofis katol qilib qo'yibdilar. Shu bir podyezdda 4 odam, bu yerda 3 odam chiqarishib qilib qo'ygan ekanlar. Shu ofis katollari bor. Ekonomik talablari ko'p. Podyezdda yana remont ishlari yetib turibdi. Yine do'stlar, ikinci etaja chiqqandan keyin 10 qo'lday kvartira. Eshiklarni ko'rib turibsizlar, damir eshik, glaznoylari bor. Ana do'stlar, giramiz, giren joyimiz ajoyib, o'tiradigan yer desam bo'ladi, yine o'tirsam bo'ladi bu yerda. Koridor. Ana 2 xonali kvartira do'stlar. 56 64 salkam 57 kvadrat joylashgan. Narxini 280 million deb turibdilar. Dokumentlari hamma narsasi taq. Mulk egasi bilan telefonlashib kelib ko'rib olaverasizlar. Do'stlar, yana bu yerda mehmonxona. Ajoyib qilib qo'yibdilar. Bu yerda bir xona joylashgan. Chiqasizlar, bu yerda bani 10 etajdan şöyle joylashtirib qo'yibdilar. Vannasi bor do'stlar, rakovinalar hamma narsa bor. Plitalar bostirib turibdi. Bu tomonda do'stlar kuxna joylashgan. Ana do'stlar. Ariston bitishkalari bor yana do'stlar. Gaz plita bor, kuxna mebellar bor. Hamma narsa qoladigan. Joyini ko'rib turibsizlar, hamma yerine parket pol qilingan do'stlar. Hamma yer parket pol qilib qo'yibdilar. Joyning narxi do'stlar 280 million. Mulk egasini telefon nomerini yozib qo'yibmiz. Salkam 57 kvadrat, 2 xonali kvartira. Bemalol telefonlashib, gaplashib, kelib ko'rib asosa bo'ladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.